Hurmatli mijozlarimiz, protsedura absolyutno og'riqsiz va 10 minut ichida bajariladi. Shuning uchun hayotingizni sifatini yaxshilamoqchi bo'lsangiz, albatta gipergidroz muolajasiga kelishinglarni tavsiya qilaman. Bugun men gipergidroz muolajasiga keldim. Gipergidroz muolajasini men har yili yozda qildiraman. Bu nafaqat sizni hidlardan, har xil terlashlardan forig' qiladi, balki o'zingizga bo'lgan ishonchni yana ham oshiradi. Terlash, har xil hidlar aynan yozda kunida juda ham ko'p uchraydi. Aynan agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa, qo'l terlashi, oyoq, qo'ltiqdagi terlashi bo'lsa, aynan shu muolajani sizga tavsiya qilaman. Va qachonki siz har xil rangli kiyimlar, tor kiyimlar kiyganingizda ham bemalol o'zingizga ishonib kiyib yurishingiz mumkin. Hayotingizni sifatini yaxshilamoqchi bo'lsangiz va oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta gipergidroz muolajamizni oling va o'zingizga bo'lgan ishonchni yanada oshiring.